Qaranglar akalar, strashniy joy. Hozir qayerda ketyapman bilasizlarmi? Sizlarga kartani ko'rsataman. Mana Atlantik okeanining ostida ketyapman akalar. Devoridami yoki tepasida bitta tashaqcha yorug' paydo bo'ladigan bo'lsa, akalar 10 sekundga qolmaymiz-da biz mana shu yerda. Shunaqa suvda bosimi kuchli hozir mana tashqariga chiqamiz. Men sizlarga Atlantik okeanini ko'rsataman. 3 2 1 Akalar, o'ta go'zal manzara. Qaranglar. Bu tomon mana Yevropa. Biz O'zbekistonimiz gazeta o'sha tarafda 11.000 kilometr ashakka qarab yursam, 11.000 kilometr onasini emsa O'zbekistonga yetaman. Bu Atlantik okeanining ikkinchi tomoni. Qaranglar, mosti, strashniligini, bu qo'lni qaranglar, baquvvatligini, tomirga baho beringlar. Qo'lim katta, meni qo'limdan kichkinalardan men qo'rqmayman. O'zi kallam ishlasa bunaqa tabiatli joylarga hali hamma hozir blogerlar mashhur bo'lib ketgan-u, bunday qilib turibdi, bunday ko'rsatsa, sen yaratgan nimadir deb takoy diniy qilib ko'rsatsa, odamlar ham mashallah deb like'lar yig'ib, prosmotrlar yig'ib qilsa bo'ladi, lekin men ko'proq sizlarga informatsiya berish uchun shunaqa chiroyli joylar ko'rsataman.